Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor O'zbekiston prezidenti Mo'g'ulistonga davlat tashrifi bilan bordi. Mo'g'ulistonga ushbu davlat tashrifim tom ma'noda tarixiy bo'ldi. Mo'g'ulistondan O'zbekistonga 2000 tonna ot va qo'zi go'shti xarid qilinadi. Bizda o'z bilasiz, go'shtga talab bor. Bozorlarimizda mahsulotni tan narxini yaxshigina pasaytirishga erishmoqchimiz. Faxriy qorovul safidagi ponilar, prezidentlar uchun damlangan choy, kamondan o'q otgan Ozodbek Nazarbekov, tashrifning eng qiziqarli voqealari. Mavlida birinchi marta yaxshi shekilli. O'zbekiston yetakchisi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining navbatdagi sammitida ishtirok etdi. Biz tashkilot doirasida joriy etilgan chegara bilmaydigan ish integratsiyalashgan platformasiga ham qo'shilamiz. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan haftada, aniqrog'i 24-25 iyun kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Mo'g'ulistonda bo'ldi. Ushbu tashrif Mo'g'uliston tomoni, aniqrog'i ushbu mamlakat prezidenti Uxnagin Xurelsuxning taklifiga ko'ra amalga oshdi. Ma'lumot o'rnida bu mamlakatimiz yetakchisining Mo'g'ulistonga mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk davlat tashrifidir. Ushbu tashrif doirasida ikki mamlakat yetakchilari oliy darajadagi muzokaralarni o'tkazdilar va hamkorlikning turli yo'nalishlari bo'yicha 10 dan ortiq hujjatlar imzolandi. Biz odatdagidek tashrif voqealarini bevosita kuzatdik va uning eng muhim jihatlari, qiziqarli voqealariga e'tiboringizni qaratsak. iyun Mo'g'uliston Ulan-Bator shahri. Buyand-Uxa aeroportida O'zbekiston bayroqlari hilpiramoqda. Faxriy qorovul ham saf tortgan. Manzilda oliy martabali mehmon tashrifiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bortida O'zbekiston prezidenti bo'lgan samolyot aeroportga kelib qo'ndi. Mamlakatimiz yetakchisi rafiqasi bilan birga davlat tashrifi bilan Mo'g'ulistonga keldi. Tashrif doirasidagi asosiy tadbirlar Mo'g'uliston davlat saroyida bo'lib o'tadi. Biz jurnalistlar jamoasi ushbu saroy oldidagi Suxe Botir maydoniga chiqib keldik. Bu yerda dastlab davlatimiz rahbarini rasmiy kutib olish marosimi o'tkaziladi. Maydonga Mo'g'uliston faxriy qorovuli va harbiy orkestri o'ziga xos kuy sadolari ostida chiqib keldi. Mongoliya poytaxti Ulan-Bator shahrida Suxbator maydoni, ya'ni hukumat saroyi oldida ilk bor O'zbekiston bayrog'i hilpiramoqda. Manzilda faxriy qorovulning askarlari, qolaversa otliqlari saf tortgan va birozdan so'ng bu yerda O'zbekiston Respublikasi prezidentini tantanali kutib olish marosimi boshlanadi. Bu kabi oliy darajadagi marosimlarda faxriy qorovul safining tekisligi juda muhim. Buni ta'minlash uchun ba'zida hattoki maxsus iplardan foydalaniladi. Marosimdan avval nafaqat saf tekisligi, balki askarlarning liboslari ham ko'zdan kechirildi.
O'zbekiston prezidentining Mo'g'ulistonga ilk tashrifi muhim siyosiy voqeadir. Shu bois mo'g'ulistonlik hamkasblarimiz jarayonni to'g'ridan-to'g'ri yoritib borishga hozirlik ko'rishmoqda. Qolaversa, tadbirni maydon oldiga yig'ilgan mahalliy aholi va sayyohlar ham katta qiziqish bilan kuzatib borar edi. Maydonga dastavval Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuh rafiqasi bilan birga chiqib keldi. Shundan so'ng davlatimiz rahbarining korteji yetib keldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Mo'g'ulistonga ilk davlat tashrifi asosiy tadbirlari boshlanmoqda va guvohi bo'lganingizdek, hukumat saroyi oldidagi suhbatlar maydoniga hozirgina mamlakatimiz yetakchisi yetib keldi. Mo'g'uliston prezidenti va O'zbekiston prezidenti birgalikda shohsupaga ko'tarildilar va bu yerda ilk marotaba O'zbekiston davlat madhiyasi ijro etiladi. Aytadi-ku, biznes bor joyda siyosat ham bor. O'zbekiston rahbari va Mo'g'uliston rahbarining yakchi maqsadi Marosim taomiliga ko'ra faxriy qorovul oldidan yurib o'tar ekan prezidentimiz o'ziga hamrohlik qilayotgan jurnalistlar bilan yo'l-yo'lakay salomlashdi. Ikki mamlakat delegatsiyalari prezidentlarga tanishtirilgach, yetakchilar o'rtasidagi muzokaralar boshlandi. Ular avval tor doirada, so'ngra rasmiy delegatsiyalar ishtirokida bo'lib o'tdi. Muzokaralarda O'zbekiston Mo'g'uliston do'stlik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Iqtisodiy kooperatsiyani chuqurlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Yaqin yillarda o'zaro savdoni karrasiga ko'paytirish uchun salmoqli salohiyat mavjudligi qayd etildi. Hamkorlikning qator istiqbolli yo'nalishlari ustuvor etib belgilab olindi. Bu avvalo tog' sohasidagi sheriklik, jumladan geologiya qidiruv dasturini ishlab chiqish, xomashyo resurslari konlarini o'zlashtirish, texnologiyalar transferi, tajriba almashish va kadrlar tayyorlash sohalaridir. Ma'lumki, Mo'g'uliston chorvachilik rivojlangan mamlakatlardan sanaladi. Ushbu davlat dunyoga katta miqdordagi chorva hayvonlari go'shtini eksport qiladi. Bu borada endilikda O'zbekiston bilan ham faol hamkorlik qilinadi. Bugungi kunda bizda o'z bilasiz go'shtga talab bor. O'zbekistonga bu yerdan import qilish xom go'shti va tirik echki va qo'ylarni bu tizim yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda aynan Namangan, Navoiy va Jizzax viloyatiga import qilinyapti. Asta-sekin buni soni ko'paytirilyapti. Chorvachilik bilan shug'ullanuvchi mo'g'ulistonlik tadbirkorlarimiz bilan gaplashdik, shartnoma tuzishga muvaffaq bo'ldik. Chorva mahsulotlarini aynan tirik holatda O'zbekistonga olib kirib, aynan talab nuqtai nazaridan mahsulot bozorida, o'sha bozorlarimizda mahsulotni tan narxini yaxshigina pasaytirishga erishmoqchimiz. O'zbekistonga olib kirish 1 kilogramm o'sha qo'y go'shtini tan narxi 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha hisob-kitoblarimizda aniqlik kiritildi va biz maqsadimiz mana shu chorvachilik yo'nalishida O'zbekistonga chorva mollarini olib kirib, aholimiz uchun yanada yangi o'sha imkoniyatlarni yaratib bermoqchimiz. Qo'y go'shtining 1 kilosining narxi 1 AQSh dollariga teng ekan. 1 kilosining narxi. Hozir biz Savdo sanoat palatasi rahbariyati bilan bevosita o'sha hamkorlikda ish olib bormoqchimiz. Bizning O'zbekistonga hududiga aynan qo'y go'shtini olib kirishimiz ikkita yo'li bor. Birinchi navbatda mana shu tirik qo'y jonivorlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish. Ikkinchi yo'limiz bo'lsa, agar tranzit shartnomasiga erisha olmagan taqdirimizda Rossiya bilan qisman shartnomasi bor ekan, to'liq emas. Rossiya hududiga olib o'tib, qushxonalarda o'zbek qassoblari orqali qo'ylarni so'yib, Rossiya chegarasi orqali O'zbekistonga o'sha go'sht mahsulotlarini olib o'tsak bo'ladi. Tashrifdan so'ng, aniqrog'i 27-iyun kuni Mo'g'uliston oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va yengil sanoat vaziri Enxbayar Jadamba hamda O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Ilzat Qosimov o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi va unda O'zbekiston Mo'g'ulistondan 2000 tonna halol ot va qo'zi go'shtining birinchi partiyasini xarid qilish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shuningdek, ushbu uchrashuvda O'zbekiston Mo'g'ulistondan 100 ming bosh tirik qo'y va echki sotib olish rejalari tasdiqlandi. Mo'g'uliston esa eksport boji bo'yicha imtiyozlar berish imkoniyatini ko'rib chiqish niyatini bildirdi. Qolaversa, jun va charm mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarish ham hamkorlikning ustuvor yo'nalishlaridan. Qo'yi jungi va echkina jungiga, ya'ni
talab juda katta. Qo'y jungi, echkini jungida 3 xil yo'nalishda mahsulot chiqadi. Bu kashmir, shers, to'qimachi sohasi va gilamchilik. Erkaklarni va ayollarni kasb shumlarini ishlab chiqaradigan katta yirik kompaniyalarimiz bor. Ular ham bu yerga kelgan. Ya'ni bu Fazma Tekstil, Ideal va Iftixor kiyim sanoat. Ularning yillik importi 140-150 million dollar atrofida gazlama mato. Aynan ichida 60% dan yuqori bo'lgan shersdan bo'lgan matolar. Mongoliya esa bu shersni Xitoyga sotadi va Turkiyaga sotadi va biz esa ulardan o'rtacha hisobda 35 dan 50 dollargacha sotib olamiz. Xitoyda. Ular esa Xitoyga yuvilmagan junga 2 dollardan, yuvilgan sal tozalangan junga 10 dollardan ip holatida sotyapti. 25 dollar, ya'ni buni Xitoy yoki Turkiya qayta ishlab bizga sun sotyapti. Shuni bizda hozir bugun shu qo'shma loyihalarda Namangan viloyatida o'sha Ideal bilan birgalikda, Navoiyda Navbahor Tekstil kompaniyasi bilan birgalikda shuni qo'shma loyihasini qilib, bu yerda shu Mongoliyani bir 4 ta top kompaniyasi bor. Kelishuvga erishildi. 3-yo'nalishi elektrotexnika bozori juda qiziqarli. Bizda bugungi kunda barcha turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bu yerda bozor katta. Sabab bular Xitoyda sotib olmaydi. Bular aholisi Koreya bilan Yaponiyadan olishgan, bular shunaqa bir o'rgangan. Koreya bilan Yaponiya o'zingiz bilasiz, bizda o'zimizda har doim qimmat bo'lgan. Shuning uchun O'zbekiston elektrotexnikasiga imkoniyat katta. Bizda o'rtacha hisobda bu yil o'zida elektrotexnikada 30 million dollarga yaqin kompaniyalar bu yerga mahsulotni shartnoma qilib kelishga erishyapti. 4-chi yo'nalish bo'lsa bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat. O'z korpusiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari bugungi kunda Mongoliyada men o'zim misol uchun ko'rganim yo'q. Sitrus mevalar albatta bu o'sha Osiyo davlatlaridan yoki Afrika davlatlaridan import bo'ladi. Qolgan meva sabzavotlarni bizning narximiz Rossiya ittifoqidan ko'ra 20% qimmatroq olishga tayyor imkoniyati bor. 50-60 million dollarlik bozor bor. Shunga o'sha kirishga kelishildi. Muzokaralarda transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash va yangi logistika yo'nalishlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yil yakuniga qadar poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Muzokaralar davom etayotgan bir paytda prezidentlar va delegatsiyalar uchun tayyorlangan choyni zalga olib kirishga taraddud ko'rilar edi. Zero choy ustida qilingan muloqot yanada samimiy va samarali bo'ladi. Bu vaqtda esa biz mo'g'ulistonlik hamkasblarimiz bilan birga davlat saroyining boshqa bir zaliga yurib bordik. Bu yerda tashrif doirasidagi navbatdagi tadbir hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tadi. Imzolash va almashish uchun salmoqli hujjatlar to'plami tayyorlangan. Bu esa tashrif doirasidagi muzokaralar sermahsul o'tganidan darakdir. Davlat rahbarlari zalga kirib kelganlaridan so'ng marosim boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston Prezidenti Uxnagin Xurelsuh keng qamrovli sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Shuningdek, prezidentlar huzurida o'simliklar karantini va himoyasi, oliy ta'lim, tog'-kon sanoati, atrof muhitni muhofaza qilish, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish, sog'liqni saqlash va tibbiyot fani, jismoniy tarbiya va sport sohalarida hamkorlik to'g'risidagi bitimlar va boshqa bir qator hujjatlar imzolandi. Marosimdan so'ng O'zbekiston va Mo'g'uliston prezidentlari ommaviy axborot vositalari vakillariga oliy darajadagi muzokaralar natijalari bo'yicha o'z fikrlarini bayon qildilar. Hurmatli janob prezident, sizni va delegatsiyangiz a'zolarini hamda mamlakatimizga tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillarini chin yurakdan qutlayman. Sizga samimiy minnatdorlik izhor etaman. Boy tarix, madaniyat va go'zal tabiatga ega Mo'g'ulistonga xush kelibsiz. Sizning tashrifingiz O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasida do'stona munosabatlar va hamkorlikni yanada rivojlantirishga ikkala tomon ham katta ahamiyat qaratayotganini namoyon etmoqda. Bu voqea haqiqatdan ham tarixiy ahamiyatga ega. Diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 33 yil to'lgan bir paytda O'zbekiston prezidentining yurtimizga ilk tashrifidir. Biz ko'plab masalalarni muhokama qildik. Mamlakatlarimiz o'rtasida keng qamrovli sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi deklaratsiya imzolangani O'zbekiston va Mo'g'uliston hamkorligida yangi bosqichni boshlab beradi. Shuningdek, transport, savdo, turizm, qishloq xo'jaligi, tibbiyot va boshqa yo'nalishlarda
sohalarda ko'plab hujjatlar imzolandi. Ta'lim, madaniyat, ekologiya va fan ta'lim sohalariga ham alohida e'tibor qaratildi. O'zaro savdo hajmini sezilarli oshirish bo'yicha kelishib olindi. Ulan-Bator shahrida qo'shma savdo markazi ochildi. 100 ming bosh qo'y va echki boqish loyihasi rejalashtirilmoqda. Toshkent va Ulan-Bator o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar qayta tiklanadi. Shu bilan birga konchilik sohasidagi hamkorlik masalalari atroflicha muhokama qilindi. Ikki mamlakat tadbirkorlari o'rtasida biznes forum bo'lib o'tdi. Unda yangi loyihalar yuzasidan kelishuvlarga erishildi. Ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratildi. Mo'g'ulistonlik yoshlarning O'zbekistondagi yetakchi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishi bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа, я еще раз выражаю сердечную признательность президенту Монголии, уважаемому господину Хур-Элсу. Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli xonimlar va janoblar. Mo'g'uliston prezidentiga, mening do'stim, muhtaram Hurelsuh janoblariga taklif va Ulan-Batordagi ilk onlardan boshlab ko'rsatilayotgan samimiy mehmondo'stlik uchun yana bir bor chin qalbimdan minnatdorlik bildiraman. Alohida ta'kidlamoqchimanki, bu O'zbekiston prezidentining go'zal abadiy moviy osmon yurtingizga tarixda ilk tashrifidir. Bu avvalo do'stlik, hurmat, ishonch va o'zaro manfaatlarga asoslangan ko'p qirrali O'zbekiston Mo'g'uliston munosabatlarini rivojlantirish va mustahkamlashga o'zaro intilish va umumiy sodiqlik kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Hurmatli jurnalistlar, Mo'g'uliston bizning an'anaviy va ishonchli hamkorimiz hisoblanadi. O'zbek-mo'g'ul munosabatlari hech qachon konyunkturaga bog'lanib qolgan emas. Bugun biz ikki tomonlama hamkorligimizda yangi bosqichni boshlab beradigan muhim hujjat, keng qamrovli sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladik. Muzokaralar chog'ida biz amaliy hamkorlikning barcha asosiy masalalari va istiqbolli yo'nalishlarini ochiq va ishchan ruhda batafsil ko'rib chiqdik. Asosiy e'tibor iqtisodiy kooperatsiyaga qaratildi. Yaqin yillarda tovar ayirboshlash hajmini, eng avvalo talab yuqori bo'lgan mahsulotlar nomenklaturasi va yetkazib berish hajmini kengaytirish hisobidan karrasiga oshirish vazifalari qo'yildi. Ulan-Batorda o'zbek mahsulotlari showrumi bilan savdo uyining ochilishi ushbu ishlarimiz uchun moddiy baza bo'lib xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, tashrif arafasida O'zbekiston va Mo'g'uliston ishbilarmonlarining biznes forumi va uchrashuvlari muvaffaqiyatli o'tkazildi, yangi shartnoma va bitimlar imzolandi. Eng muhimi, kompaniyalar o'rtasida o'zaro jiddiy qiziqish mavjud va u ko'rib turganingizdek faqat kuchayib bormoqda. Biz bundan buyon ham mamlakatlarimizda biznes uchun barcha sharoitlarni yaratib, ularning ishbilarmonlik tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. Imtiyozli savdo va investitsiyalarni o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitimlarni ham tez fursatda qabul qilishga kelishib oldik. Bundan tashqari, bir-birimizni samarali to'ldirishimiz mumkin bo'lgan tarmoqlarda sanoat kooperatsiyasining aniq yo'nalishlarini belgilab oldik. Ular mineral xomashyo resurslarini qazib olish va qayta ishlash, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, yengil sanoatda kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish, jun, terini chuqur qayta ishlash va boshqa ko'plab yo'nalishlardagi loyihalardir. Biz ajratilayotgan kvotalar doirasida Mo'g'ulistonlik iqtidorli yoshlarni O'zbekistonning yetakchi oliy o'quv yurtlarida o'qitish bo'yicha yaxshi an'anani qayta tiklashga tayyormiz. Umuman olganda bo'lib o'tgan samarali muzokaralar yakunlaridan juda mamnunman. So'zim yakunida shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, Mo'g'ulistonga ushbu davlat tashrifim tom ma'noda tarixiy bo'ldi va ko'p qirrali hamkorligimizni shiddat, iliqlik va aniq mazmun bilan boyitdi. Fursatdan foydalanib, hurmatli do'stimni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qilganimni ma'lum qilmoqchiman. Siz azizlarni, ommaviy axborot vositalari vakillarini O'zbekistondagi yangi uchrashuvimizda ham ko'rishdan mamnun bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Буду рад также видеть всех вас, представителей средств массовой информации Узбекистана, на наших новых встречах. Благодарю за внимание. Rasmiy tadbirlar so'ngida O'zbekiston va Mo'g'uliston prezidentlari rafiqalari bilan birgalikda ikki mamlakat san'at ustalarining konsertida ishtirok etdilar. iyun Ulan-Bator.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston Prezidenti Uxnaygin Xurelsuh rafiqalari bilan birga Ixtenger davlat majmuasi bog'ida daraxt ekdilar. Marosim ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stlik tobora mustahkamlanib borayotgani, Mo'g'uliston-O'zbekiston keng qamrovli sheriklik munosabatlarining rivojlanishida yangi bosqich boshlanganining ramzi bo'ldi. Tashrif davomida oliy martabali mehmonlar Nadam an'anaviy mo'g'ul bellashuvlarini tomosha qildilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va rafiqasi Mo'g'uliston Prezidenti Uxnaygin Xurelsuh va rafiqasi bilan birgalikda bugun 25-iyun kuni Ixtenger majmuasiga tashrif buyurishdi va bu yerda davlatimiz rahbariga mo'g'ul milliy raqslari, kuy-qo'shiqlari, folklor, etnografik chiqishlar namoyish etilmoqda. Kamondan birinchi marta o'q otishdingizmi? Yo'q, birinchi marta emas. Sezildi bu. Yo'q. Esimdan chiqib ketibdi, lekin men yaxshi otardim, ilgari shug'ullanib turardim. Ancha esimdan chiqib qoldi. Ham har bir kamonni o'zini xususiyati o'ziga yarasha, uni sal 3-4 marta mashq qilib olish kerak. Qo'l kelishi uchun, lekin men o'ylayman birinchi martaga yaxshi chiqdi shekilli. Qaysi bir milliy o'yin sizga ko'proq yoqdimi? Birinchisi yoki kamondan o'q otish? Yo'q, bu yerda asosan menga ko'proq shu musiqiy yo'nalishlar sal o'ziga tortdi, chunki alohida o'ziga xos rangiga ega. Hechkimga o'xshamagan, ayniqsa shu tomoqdan aytiladigan janrlar va raqslaridagi harakatlarni juda ko'pini o'zimizda ham o'sha detallari borligini sezdim. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Mo'g'ulistonga 2 kunlik davlat tashrifi yakuniga yetdi. Aeroportda davlatimiz rahbari va rafiqasini Mo'g'uliston Tashqi ishlar vaziri va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'ydi. Tashrif doirasida olib borilgan oliy darajadagi muzokaralar, erishilgan kelishuvlar, imzolangan hujjatlar mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Mo'g'ulistondan. Mo'g'ulistondan Toshkentga qaytishi bilanoq mamlakatimiz yetakchisi Belarusga jo'nab ketdi va Minsk shahrida bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining navbatdagi sammitida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Prezident Respubliki O'zbekiston Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Belarus Respublikasi Prezidenti Aleksandr Lukashenko raisligida o'tgan uchrashuvda Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin, kuzatuvchi maqomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Kuba Respublikasi Prezidenti Miguel Diaz-Canel video murojaat orqali Eron Islom Respublikasi Prezidenti Mas'ud Pezeshkian hamda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'ati raisi Baqitjon Sag'intay
To'qayev ham qatnashdi. Mehmon sifatida Abu Dhabi valiahd shahzodasi Shayx Xolid Al Nahyan, Mo'g'uliston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Namosorin Uchral va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev ishtirok etdi. Kun tartibidan ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, sanoat kooperatsiyasi loyihalarini qo'llab-quvvatlash, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarida qo'shma dasturlarni amalga oshirish masalalari o'rin oldi. O'zbekiston prezidenti nutqining avvalida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish mamlakatimiz tashqi iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan sheriklikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha o'z nuqtai nazarini bayon qildi. Уважаемые коллеги, хотел бы обозначить наше видение. Hurmatli hamkasblar, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan sheriklikni yanada rivojlantirishning muhim yo'nalishlarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Biz o'zaro savdo aylanmasini kengaytirish uchun qulay sharoitlarni shakllantirishga muhim ahamiyat qaratamiz. O'zbekiston mamlakatlarimiz o'rtasidagi erkin savdo hududi faoliyatini ta'minlash bilan bog'liq barcha kelishuvlarni to'liq hajmda bajarmoqda. Savdo operatsiyalari, tartib-taomillarni soddalashtirish va texnik tartibga solish tizimlarini yaqinlashtirishga qaratilgan qator takliflarimiz ekspertlar tomonidan o'rganib chiqilishini tezlashtirish zarur deb hisoblaymiz. Biz, shuningdek, savdoni qo'llab-quvvatlashda texnik tartibga solishning raqamli tizimlari va ittifoqning raqamli transport yo'laklari ekotizimi, Yevrosiyo qayta sug'urtalash kompaniyasi kabi vosita va mexanizmlarga qo'shilishdan manfaatdormiz. Bu bizning biznesimiz uchun sharoitni sezilarli darajada yengillashtiradi, mamlakatlarimizning tovar bozorlariga o'zaro kirishida qulay imkoniyatlarni ta'minlaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt jadal rivojlanib borayotganini hisobga olib, raqamlashtirish sohasida ko'p tomonlama hamkorlik qilish istiqbolga ega deb hisoblaymiz. Elektron savdo mahsulotlarining raqamli markirovkasi, yangi avlod logistika platformalarini yaratish, aniq tarmoqlarda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha yo'nalishlarni qamrab olgan alohida dastur qabul qilishni taklif etamiz. Shuningdek, O'zbekiston o'tkazish punktlarining yagona integrallashgan axborot tizimida ishtirok etish imkoniga ega ekanini ham ta'kidlamoqchiman. Bu eng avvalo chegaralardan o'tishni tezlashtirish, monitoring samaradorligi va barcha jarayonlar shaffofligini ta'minlash imkonini beradi. Texnik jihatdan biz bunday loyihalarda faol ishtirok etishga tayyormiz. Kooperatsiya aloqalarini rivojlantirishni rag'batlantirish uchun kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishga tushirilgan dasturlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ishbilarmonlik kengashi bilan qo'shma chora-tadbirlar doirasida amaliy hamkorlikni kengaytirishni taklif etamiz. Sanoat sohasidagi loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi hamda sanoat kooperatsiyasi va texnologiyalar transferi bo'yicha Yevrosiyo tarmog'i platformasi imkoniyatlaridan foydalanishdan manfaatdormiz. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining hamkorligi uchun imkoniyatlarni kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishda sa'y-harakatlarni birlashtirish muhimdir. Bu o'rinda so'z avvalo O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan agrokooperatsiya dasturini amalga oshirish haqidagi tashabbusimizni amalga oshirish haqida bormoqda. Ushbu dastur ilg'or texnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari harakatlanishi tartiblarini soddalashtirish, yashil yo'laklarning samarali faoliyati va ularni kengaytirishni nazarda tutadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi hamkorlarimiz bilan birgalikda mehnat resurslari tartib-taomillarini soddalashtirish va safarbar etilishini oshirish bo'yicha faol ish olib boryapmiz. Shu munosabat bilan mehnat bozorida talab katta bo'lgan sohalarda professional standartlar va malaka talablarini yaqinlashtirish masalalari bo'yicha ekspertlar maslahatlashuvlarini o'tkazishni taklif etamiz. Agar hamkasblarimiz qo'llab-quvvatlashsa, biz tashkilot doirasida joriy etilgan chegara bilmaydigan ish integratsiyalashgan platformasiga ham qo'shilamiz. Yakunda davlatimiz rahbari O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi ko'p tomonlama dastur va loyihalarda ishtiroki iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga hamda mamlakatlarimizning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Siz Yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.